Darsimiz mavzusi quyidagicha: oddiy diatonik intervallar. Mavzu rejasi 3 qismdan tashkil topadi. Birinchisi oddiy diatonik intervallarning tuzilishi, ikkinchisi melodik va garmonik intervallar, uchinchisi esa intervallarning son va sifat miqdori. Interval lotincha tildan olingan bo'lib, intervallum so'zidan kelib chiqqan. Ikkita tovush oralig'i degan, ya'ni oraliq masofa degan ma'noni anglatadi. Musiqa ijrosi jarayonida bir vaqtda yoki birin-ketin eshitilgan ikki tovushning qo'shilishi interval deyiladi. Turli xil ko'rinishlari bo'yicha melodik va garmonik degan so'zlar ishlatiladi. Melodik eshitilish deb intervallarning birin-ketin eshitilishiga aytilsa, garmonik intervallar deb ularning bir vaqtda eshitilishiga aytiladi. Intervallarning ikkala tovushiga nom beramiz. Pastki tovushiga asos, yuqori tovushiga cho'qqi deb nom beramiz. Fa va do tovushlarini misol qilib oladigan bo'lsak, fa tovushi asos, cho'qqi esa do tovushi vazifasini bajaryapti. Navbatdagi misolimizda la va re tovushlari asos, bu yerda la tovushi, cho'qqi esa re, cho'qqi tovushi ekanligini bildiradi. Kompozitor, bastakor musiqani yaratganda o'sha harakatdagi tovushlar bu melodik harakat deyiladi. Demak, intervallarda esa bu melodik harakatlar vaqtida ko'tariluvchi, pastlashuvchi intervallar hosil bo'ladi deymiz. Barcha garmonik intervallar va ko'tariluvchi melodik intervallar asosi eng pastki tovushdan yuqoriga qarab o'qiladi. Demak, intervallarning miqdorlari bor. Bu miqdorlar son miqdor va sifat miqdor. Demak, tovushlar orasidagi pog'onalarni nazarda tutishimiz lozim bo'ladi. Sifat miqdor esa ularning orasidagi tonlarni tushunish lozim bo'ladi. Prima, sekunda, tersiya singari nomlar bilan kelgan intervallar o'sha aynan o'zining pog'onasida turganligini, sonini bildiradi. Sifat miqdori esa ularning necha tonga bog'liq ekanligi, yarim, bir ton, 2 ton shu singari davom etadi. Bir oktava oralig'ida hosil bo'lgan intervallarga biza oddiy interval deymiz. Hammasi bo'lib 8 ta interval bor. Birinchi intervalimiz prima intervali, keyingisi sekunda, ya'ni ikkinchi degan ma'noni beradi. Keyingi intervalimiz tersiya, uchinchi, to'rtinchi intervalimiz, ya'ni to'rtinchi kvarta va beshinchisi kvinta, oltinchi intervalimiz sexta, yettinchi intervalimiz septima va oxirgisi 8-inchisi oktava intervali. Navbatdagi intervallarning tuzilishida ham do majorni misol qilib olganmiz. Bu yerda faqat son miqdorlar nazarda tutilgan. Primadan kelamiz. Prima 0 ton bo'ladigan bo'lsa, sekundalar kichik va katta sekundalar. Ya'ni kichik sekunda yarim ton, katta sekunda 1 tonni o'z ichiga oladi. Tersiyalarimiz ham kichik katta ko'rinishlarga ega. Kichik sekund tersiya 1,5 va katta tersiya 2 ton. Kvartani aytib o'tdik. Kvintamiz esa sof kvintamiz va kamaytirilgan kvintamiz bor. Mi do, ya'ni kichik sexta intervali va keyingisi katta sexta, kichik septima, katta septima va sof oktava. Biz hozir melodik tarzda intervallarni ko'rib oldik. Garmonik tarzda ularning qo'shilib eshitilishi nazarda tutilishi kerak. Intervallarimizning son va sifat miqdorlari, aynan sifat miqdorlari bo'yicha navbatdagi taqdimotimizdan biz ma'lumotni to'liq olishimiz mumkin. Marhamat, yozib olishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha barcha aytib o'tilgan oddiy diatonik intervallarimizning sifat miqdorlari bu yerda aks ettirilgan. Mana shu yerdagi raqamlarning barchasi bu tonlar ekanligini ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.